Tarex. Bu shunchaki o'tgan kunlar emas, bu millat taqdirini belgilagan buyuk shaxslar xotirasidir. Bugun biz O'zbekiston mustaqilligining asoschisi, birinchi prezident Islom Karimov hayotining biz bilgan va bilmagan qirralari haqida so'z yuritamiz. U qanday qilib oddiy ishchidan davlat rahbari darajasigacha ko'tarildi? Uning temir irodasi ortida qanday insoniy hislatlar yashiringan edi? 1938-yil. Samarqand. Dunyo urush ostonasida turgan bir paytda qadimiy shaharda kelajakda butun bir millatning yukini yelkasiga oladigan o'g'lon dunyoga keldi. Uning bolaligi hashamat ichida o'tgani yo'q. Mehnat, qat'iyat va ilmga bo'lgan cheksiz muhabbat uni tengdoshlaridan ajratib turardi. Maktabni oltin medal bilan tamomlagani uning hayotdagi ilk katta g'alabasi edi. Ko'pchilik uni faqat siyosatchi sifatida eslaydi. Biroq Islom Karimov qalbida muhandis edi. Toshkent aviatsiya zavodida samolyotlar loyihasi ustida ishlagan yillari uning har bir ishda aniqlik va tartibni sevishini shakllantirdi. Iqtisodiyot fanlari nomzodi bo'lishi esa kelajakda mustaqil O'zbekistonning iqtisodiy modelini yaratishda asosiy poydevor bo'ldi. Siyosatning og'ir yukidan xoli vaqtlarda u oddiy inson edi. U kitob mutolaasini, ayniqsa tarixiy asarlarni jonidan ortiq ko'rardi. Shaxmat taxtasi ortida soatlab o'ylashi uning strategik tafakkuridan darak bersa, stol tennisi bilan muntazam shug'ullanishi uning doimo harakatda va tetik bo'lishiga yordam bergan. U san'atni, milliy kuy-qo'shiqlarimizni butun vujudi bilan his qilardi. Islom Karimov bir davrning timsoli. Uning hayoti bizga shuni o'rgatadiki, qiyinchiliklar insonni toblaydi. Maqsad sari intilish esa uni yuksaklikka olib chiqadi. Aziz do'stlar, siz ushbu buyuk shaxs haqida yana qanday ma'lumotlarni bilasiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.